Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanali a'zolari. Bugun 12 dekabr 2025-yil mana navbatdagi labomizga ham chiroyli bo'lgan tunkani urib bo'ldik. Labonegilar Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida yetib kelibdilar. Xo'p, bu laboni ichlariga polni shumkalar qilindi. Tunkalar ichidan poliga shunaqa uloqsiz holatdagi rezinkalar tashlandi. Mana ko'rib turibsizlar. Rezinka, konteyner pollari bor. Mana rezinkasi ham shunaqa bir yoni silliq, bir yoni tanga holatda bo'ladi. Qolgan tomonni qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerda ham pneumatik shumkalari qo'yilgan holatda. 1,5 sm ichkariga qaytgan, otganda qo'lni kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'ladi. Alohida mana bu yoniga sandiqlari bor. Videolarimizni qo'yib borganmiz, ko'rishinglar mumkin. Kirib bemalol alohida sotilaveradi. Rezinkalari ham alohida sotiladi. Yoniga dubgasi, tepasiga bagajlari ham alohida sotuvda bor. Murojaat uchun mana bu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati Bog'dod tumani. Bordon qishlog'i Sitofor yaqinida bo'ladi. 1 soat, 1,5 soat chiroyli qilib o'rnashtirib beryapmiz. Zakotovkalarimiz bor. Kamchiliklar bo'lsa, kommentariy yozib qo'yinglar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obunani bosib, olgan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.